Rustam kechki smenadan qaytayotgandi. Uyidagi lift bir haftadan beri ishlamasdi. 9-qavatga piyoda chiqishga ko'nikib bo'lgandi. 5-qavatga yetganda zinalar orasidagi chiroq o'chib qoldi. Bu holat odatiy edi. Telefon fonarini yoqdi va davom etdi. 7-qavatga chiqayotganda orqasidan qadam tovushi eshitildi. Rustam to'xtadi. Ovoz ham to'xtadi. Qo'shnidir deb o'zini tinchlantirdi. Yana yurdi. Qadam tovushi yana paydo bo'ldi. Bu safar juda yaqin edi. Ammo fonarni orqaga qaratganda hech kim yo'q. 8-qavatga yetganda eski lift eshigi ochiq turganini ko'rdi. Garchi lift ishlamayotgan bo'lsa ham, ichkaridan yorug'lik yo'q, lekin issiq havo urib chiqdi. Yopiq joy issiq bo'lishi mumkin emas edi. Rustam eshikni yopmoqchi bo'ldi. Shu payt lift ichidan ovoz keldi. Yaxshi qilding piyoda chiqqaning. Ovoz xuddi uning o'z ovoziga o'xshardi. Rustam muzlab qoldi. U liftga qaramasdan kalitlarini tushirib yubordi. Kalitlar dumalab lift ichiga tushdi. U egilib olmadi. Orqasiga o'girildi. Zinada hech kim yo'q edi, lekin yuqoridan pastga qarab bir juft oyoq sekin tushib kelayotgandi. Ertasi kuni tongda lift yana ishla boshladi. Faqat bitta qavatda to'xtamasdi. 8-qavat.